Aka, bu nima qilganingiz bu? Men siz o'zim akam, Radnoy akam deb masjidga begonani qo'ymay sizni qo'yib qo'ygan bo'lsam. Mayli, aka, men sizga bitta narsa deyotganim yo'q. Nima qilasiz mana shunaqa harom narsalarga? Pastyanni shunaqa qo'yasiz. Yaxshi pul beryapti, agar berganda 2 barobar qilib qo'ymoqchi edim joyiga. Seni o'ylagandim. Bir ota bir inan ballarda yashik, uka, endi to'rtin qo'l qilmang menga. Hozir to'g'ri ish qildim deb o'ylayapsizmi? Menga nima turibga qo'yasiz? Qaytaraman, uka. Shu paytgacha bo'lgan edi-da. Zo'misiz? Salom, charchaman. Xullas, aka. Bitta gap, bugun kechgacha qatdan bo'lsa ham pulni hammasini joyiga qo'yib qo'yasiz. Ertaga boshqa bola chiqadi o'rniga. Boshqa gap yo'q. Normali tikkandim, oqib ketdi-da. Onasini emsin, bu jurangni pulini ko'paytirib bermoqchi edim. Shunday bosh qotyapti. Vobshe asam buzilyapti. Endi shunchalik pulni qanday bunga to'g'rilab beraman? Aka, hali ham shu eski ishingizni qo'yganingiz yo'qmi? Yoshingizni qarang, katta bo'lib qolganini. Siz qatorlar qancha bizneslari bor. To'g'ri, kelish kerak. Siz ko'piga qiziqmang, kam-kamdan kelsin, lekin har doim kelsin, aka. Akajon, seni oldinroq ko'rmayman-da. Shuncha pulni urdirib o'tiribman. Onasi emsin 15 ga elsin tik, 20 ga elsin tik. Menga nima kerak edi shu? 1,5 2 tikki deb mazza qilib yurmaymanmi? Onasi emsin 1,5 tikkaman. Bularga foydasi yo'q ekan menimcha. Hamma joy rasso bilan dalpa yo'q, nima qilyapsan? Mana qotdi, kecha tozalamabman. O'sha uchun eskilarda bitta gapi bor. Bugungi ishni ertaga qoldirma. Kecha shuni tozalab qo'yganingda bugun biroq ketganday bo'ladi, bitta devorni tugataylik bugun. Hozir tozalama, ertadan chutki bo'lasiz, tamom. Hamma yoshlarning gapi bir. Erta qilaman deb umringni o'tkazasanlar. O'zingizni bir vaqtida qilgan ishingiz bormi, usta bu? Gargir qilasiz. Dalbayoq, uylanganimga 6 yil bo'ldi. 7 ta bolam bor. Ko'rmayapsan natijani? 6 yilda 7 ta bo'ladi. Usta bu ertalab ishga 6 da kelsangiz, kechqurun 11-12 da kelsangiz uyingizga. Yengamga gaplashishga vaqtingiz bo'lmasa kerak. Yangangni g'amini yeyman. Yangangdan qarz bo'lishni yomon ko'raman. Abitda uyga boraman-ku. Yangang bilan gaplash, hamma ishlarni abitda qilib qo'yaman. Kechqurun uyga boraman, xuddi biroq qilib ketganday bo'ladi. Gap qilib qo'ymayman. Agar bolangiz tinchlanmagan bo'lsa, cho'tni aytmang. Yotqizasizlar. O'tirasizlar, ikkita oyoq shuni oldidan o'tkazib, bitta qo'l bo'ynini tagidan yotib, o'rtasida 5 sekund uxlab qoladi. Keyin ko'p joyga ketib qolib, yuradigan bo'lsa, bunaqa yotqizasizlar. Oyoq shuni ushlab, zafatga qayirib, butonga shuni tortasizlar. Ushlaysizlar, butonni taraf teskari tomonga qayirasizlar, hech qayerga ketib ham qolmaydi. Ramazon! Wow! Tez ketaver. Tamam, bir bor dedi. Qataqajon? Tez mollasi o'rdan oldiga biyda tasha. Otam menga boshqa ish beruvdi. Otangga o'zim aytaman, chop tez bor ish tiqidi. Otam kesini hali mazdan qochiraman. Endi o'zingdan ko'r. Tog'a, do'konga chiqganingizga bu narsa kerak emasmi? Momam nosdan ikkita bir pachka sigaret olaki. Bo'ldi, xo'p, olib kelaman. Alo. Ha dada? Oğlum, nasıl aytibsiz? Nima? Sigaret qaysidan olib boraylik? Ramazon. Ramazon. To'g'ri o'tirgandan qilmaydi biladi. Ha, tog'ajon? Men do'kondan 1 kilo uzum olib chop. Siz uzumni yomon ko'rasiz-ku. Menga emas, kelinoyingga. Tog'a, so'g'in bor kelsam bo'lmaydimi? Bo'lmaydi-da, jiyanchang ko'zi ko'k bo'lib qoladi. Mana olib keldim. Jiyan uzunmas ekan, qovun ekan. Chop bir qovun olib kel. Siz toza xotin qilib o'psiz-ku. Nima aytsa olib ko'rar ekansiz-ku? Chimo. Har xil meva-cheva olib bermasang, bolang tug'ilgandan keyin xunuk bo'lib qoladi. Tog'a, siz tug'ilgan vaqtlaringiz meva-cheva bo'lmaganmi? Mana bu katta bog' bo'lgan, hamma joy meva-cheva bo'lgan payti. Bu joni yemaganmi, tog'a? Yugan. Tog'a, bu basharangizga meva-cheva yordam bermabdi.